Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede size kaçıyoruz, Washington'dan sözleyimiz. Yakından beri, bulupmu 2-3 yıldan beri biz Janubi Deniz doğrusunda sözlep kelgen edik. Janubi Deniz meselesi Gaaga sotunun kararıdan keyin tuyuksuzda pes koyuğa düşüp kaldı. Bunun da belki bizden sizden 10 kırışınızda nurgun mesele oturuğa çıkışı mümkün, acaplanışı mümkün. Şundak ciddi vaziyet, kandak size pes koyuğa düşüp kaldı deyişiniz mümkün. Biz şuna ötkende bu doğruda bir işaret bergen edik. Bugün New York'ta neşir kılınılan Xitay tilida neşir kılınan Dünya Gazetinin şu doğrudaki bir parça makalesini vatandaşlara tanıştırırız. Janubi Deniz'de hararet pasaydi. Jungo Amerika asman pelek baha talışıp sodada bitişti. Mavzunu yani bir kata okuyutayı hürmetli vatandaşım. Janubi Deniz'de hararet pasaydi. Jungo Amerika asman pelek baha talışıp sodada bitişti. Mavzulu haber 7. ayının 28. günü Venvi Torbit'de ilan kılındı. Del şu günü asli bu bir parça obzor haber emas. Belki şu günü New York'ta Xitay tilida neşir kılındıgan Dünya Gazetinin baş makalesiydi. Şu günü Venvi Torbit'e köçürüp besilgandı. Baş makale mundak başlandı. Jungo bilen Amerika oturысы Janubi Deniz meselesi boyunca Türk işinin harareti yakında pasaydı. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi John Kerry Laosning poytaxti Vientian'da mundaq ko'rsatgan. Jungo bilen Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining birlashma bayonot e'lon qilishini qarshi olamiz. Janubi Deniz to'g'risida e'lon qilingan qaror to'g'risida Amerika bir tarafda turmaydi. Filippin bilan Jungoning suhbatni asli keltirishini qo'llaydi. Gaaga sotunun kararını varaqlab bulduk. Endi kitapni yapaylı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat bexatarligi maslahatchisi Sözeni Rais Hanım, Jungoni ziyorat qilib Rais Xi Jinping bilan ko'rishganda Janubi Deniz meselesini ve Gaaga sotunun kararını eg'izga olmay, faqat ikki davlat harbiy tarafdan o'zaro aloqasini kuchaytirib, tasodifiy to'qinish yuz berishning oldini olish funksiyasini madil haydaganligini bildirdi. Undan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Tony 18-kuni Gaaga bilan bo'lgan 18-kuni Gaaga qarorining munosabatini aydınlaştırıp, Amerika Gaaga sotunun kararıga asla aralashgan emas. E'lon qilingan qarorga qilchimi ta'sir ko'rsatgan emas. Hem ta'sir ko'rsatishni o'ylashgan emas. Jungoning Janubi Deniz to'g'risida o'tirib qo'ygan tashabbuslariga Amerika azaldan Jungo bu tashabbuslardan voz kechish kerak degan emas. Bundaq emaslar ko'rsatdiki deyildi maqolada. Janubi Denizda hararet pasaydi. Tüven talaffuzda muomala qilish Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubi Deniz meselesida asosli melodiyasiga aylandi. Amerika tarafının ifade bildirişi Gaaga sotunun kararı e'lon qilinishdan burun Janubi Denizde harbiy qismlarni o'rinlashtirishga nisbatan bir selishtirma bo'lib qoldi. Buningdan burun Amerika taraf yuqori talaffuzda ifade bildirib, Gaaga soti qarorining qonuniy kuchga ega ekanligiga ishonamiz deb ko'rsatib, har qaysi taraflarning qarorini qabul qilishiga haydakchilik qilib, hatto avval ish boshlab Reagan belgilik matkalar gruppasini Janubi Denizga haydab kirib o'rinlashtirgan edi. Qachon har vaqtda qurol ishlatishga tayyor turgan edi. Demek vaziyat vatanda şu dereceye yetkende tuyuksuzda pasaydi. Biz başta mavzunu dedik, osman pelek baha talışıp sodada bitişti degan gapni deyishdik. Hozir mushundaq so'zlanib kelyapti, lekin texnik konkret emas. O'xshashlar Jungomi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan kengashib murassa qilishga qo'shildi. Demak, Jungomi murassa qilishga qo'shildi.